sovuq suv kirish montaji. Hop. Glavniydan suv keldi, через счетчик o'tyapti. Ichkariga primoy ketyapti, bez nasos, bez yonkis. Bu tomonga ketyapti nasosga qarab. Nasosga qarab. Primoy pad nasos ishlash uchun. Endi bu mana yonkisimiz turibdi. Bu liniyamiz через yonkis bo'ladi. Xudo xolisa, ana ikkitasi birda deydi-ku, biz buni uchtasi birda qilib montaj qilganmiz, 3 в 1. O'sha hisobiga xudo xolisa o'zgacha va yangicha yondashuv bo'ldi. Kelyapti, подключение bo'ldi. Poplok bor, через yonkis ishlaydi. Yonkisimiz teshilib qoldi, tozalashga olib ketdik. Bu xullas ishlamayapti yonkis. Shu vaqtda primoy nasosga keladi. Pad nasos liniyaga ketdi. Endi nasos ham yo'q. Yonkis ham yo'q, lekin ichkariga suv kerak. Ashkrani shunday ochib yuboramiz, primoyga turadi. O'zgacha uslub. Harakat qildik, maksimalni zo'r qilishga. Hurmatlab, ezozlab, tagiga sintekorlar solib qo'yganmiz. O'ratsa bo'lmaydi. Nasosimiz chistotniy. Super sifatli santexnika xizmatlari.